Hamma kriptoaktiv haqida gapiradi, lekin O'zbekistonda undan qanaqa qilib qonuniy foydalanishni hamma ham bilavermaydi. Men texnoblogger sifatida uzoq vaqt blockchain va oddiy to'lovlarimizni birlashtira oladigan servisni qidirdim va nihoyat topdim. Bu Asterium. Hozir hammasini birma-bir ko'rsatib beraman. Kriptoning asosiy muammosi uni murakkabligi bo'lgan. Uni qayerdadir sotib olish, boshqa joyga o'tkazish, komissiyalarda pul yo'qotish, NAPP litsenziyasi asosida ishlaydigan ekotizim. Ya'ni bu yerda hammasi rasmiy va qonuniy. Interfays juda ham oddiy va tushunarli qilib ishlangan. Bir necha daqiqada ro'yxatdan o'tish, tushunarli hamyon, ichki ayirboshlash xizmati, bundan tashqari kriptokartalar va kriptoobmennik. Siz obunalar, o'yinlar yoki Amazondagi xaridlar uchun virtual viza kartasini ochishingiz mumkin. Lekin mening tanlovim Humo kartasi. Tasavvur qiling, sizda kriptoaktivlar bor va siz do'konda narsa olishingiz yoki restoranda hisobni to'lashingiz kerak. Shunchaki Asterium kartasidan foydalanasiz va konvertatsiya bir zumda amalga oshadi. Men sizni pul tikib foyda kutishga chaqirmayman. Aslo. Bu daromad haqida emas, bu qulay vosita haqida. Asterium bu sizning aktivlaringiz xavfsizligi va ulardan dunyoning xohlagan nuqtasida 24/7 foydalanish.